50lik. Bu ham stenkasi 202 bo'ladi. Bu Qalınlıqdan, ha, qara. Ha, şu uğulları içinde bo'ladi ekan, o'rtasida. Içinde bo'ladi. Bu keyin ham davom ettirib ketaveradilar. Ha, ustiga shunday qo'yib turib, boltiga bilan qotirsa 120 bo'ladi. 120 bo'ladi. Keyin 180 qilsa ham bo'ladi. Bitta tiklab olib turib, bittada kuyib yuborsa ham bo'ladi. 60lik yo 50likdan olib turib, ikkita kuymaydi-da, 1 metrlik bitta qo'yadi. Bir martada ishi bitib ketadi. Men 20lik o'qib kerak degan bo'lsa, 20lik 32 ta o'qib beramiz, 32 ta mana bundan beramiz. 8 tadan bo'ladi. Bu ham uzunligi 18 metr, ikkita burchagi bo'ladi ichida. Menga yaqqa misol uchun joy yana ustidan buni apalabga qo'ysangiz, Lego olib bir-birini ulasangizlar bo'ladi. 1 metrlik balandligi, qalınlıqda ishlangan, tozalikda ishlangan. Kulishlari, o'qlari ichida, gaykalari hamma yoq komplet bo'ladi. Apalabkadan oladigan bo'lsa, mana Lego 60, 50, 40 hammasi mana shunaqa bo'lib chiqaveradi. 5 xil anaqada funksiyada ishlaydi-da bu. Ha, ham dikina ketadi, ha tikalay ketadi. Keyin mana bunaqa hovuzlarga, monolitga, mana shu apalabka shu ham 60lik apalabka. O'zlari bukadilar, o'zlari yasaydilar. Bunda qo'y oxirlang. Qo'y oxir. Qo'ylar uchun. Bularning chisimdan qo'y oxirlar. Ha, yeni 95 bo'ladi. Tamam. Uzunligi maqasi 2 metr, bu ham 2 metr bo'ladi. Xohlagan razmerlaringizda, ya'ni 17lik razmerdan tortib ketaveradi. 60likgacha o'qlari shuyda ishlab chiqarib o'tiribdilar. O'yib turibdilar. Tayyor ur. Zakaz bo'yicha razmeri kesib saqlab turibdi. Ana. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugun biz Farg'ona viloyati Dehqonoboddamiz. Bugungi videomizda sizlarga Muhammadjon akamizdan konteyner mahsulotidan hamda toza listda yasalgan zamonaviy apalabkalarni ko'rsatib o'tacakmiz. Video davomida batafsil narxlarini ham aytib o'tamiz. Xohlagan turlaringizdan, xohlagan razmerlaringizdan o'zlari ishlab chiqarib yasab beradi ekanlar. Pastda telefon nomerlarini qo'yib ketganmiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilsangizlar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab chiqarib berish imkoniyati ham bor ekan. Ya'ni o'zlarining beda pitaklari bor ekan, viloyatlarga ketadigan shu pitakka chiqarib beradilar. O'zlaringiz mashinalaringiz bo'lsa ham yuklab bersalar bo'ladi ekan. Pastda telefon nomerlari video davomida batafsil tushuntirib o'tamiz. Albatta videolarimizni like bosib qo'yishdan chiqmasin. Zamonaviy apalabkalar Optim yerdan ko'rsatamiz. Videoni o'tkazmasdan oxiridan ko'rib borasizlar. Beda hamma narsalari, apalabkalari o'zlari Optim ishlab chiqaradi ekanlar. Narx-navolarni tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum Muhammadjon aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasdan, hormanglar. Endi hamma apalabkalaringiz o'zingizda birinchi qo'l. Ha, shunday aka. Chetdan kelmaydi narsa. Yo'q, hammasi o'zimizdan chiqadi. Lazer xizmati ham hammasi o'zimizda bor. Faqat materiallar keladi, o'zingiz yasaysiz. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Aha. Bir yandan endi tushuntirib ketaversak, bu tarafimiz konteynerda yasalgan. Ha, konteyner listlaridan, konteyner eshik listlaridan yasalgan, stenkasi 202. Aha. Ha, bu sesma apalabkalar 27ligi. Bu 27 endi balandligi